Bu pechenyelarni bir marotaba tayyorlab yeb ko'rganingizdan keyin uni qayta tayyorlashingiz aniq. Juda ham mazali Bounty pechenyelari. Demak, xamir uchun birinchi bo'lib bizga 130 gramm mana shunaqa yumshoq xona haroratidagi sariyog' kerak bo'ladi. Sariyog'ga 150 gramm shakar va 1 dona xona haroratidagi tuxumni solib miksirlaymiz. Ketidan 210 gramm oliy navli yaxshi un, men doimgidek ishonchli turgan unlardan foydalanaman. 25 gramm kakao, 1 choy qoshiqdan vanilin shakari va razrixli teleylikdan o'tkazib, yumshoq plastilinga o'xshagan xamirni qorib olamiz. Tayyor xamirni tinishi uchun sovutgichga yarim soatga olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bungacha pechenyelar uchun nachinka tayyorlab turamiz. Buning uchun bizga yaxshi sifatli krem chiz kerak bo'ladi. Men Kallex krem chizini ishlatdim. 120 gramm yaxshi krem chizga 30 gramm shakar, 30 gramm kokos qirindisini solib, hammasini birlashtiramiz. Endi tinib sovib olgan xamirdan 40 grammini qo'l bilan ozgina ochib olamiz. Ichiga 1 choy qoshiq nachinka solib, xamirni yaxshilab yopishtirib, dumaloq shakar beramiz. Uni endi ozgina pachoqlab, pishiriq qog'oz solingan listga orasida joy qoldirgan holda taxlab chiqamiz. Pechenyelar oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada taxminan 15-17 daqiqa pishiriladi. Ushbu masalliqlardan umumiy 14 dona pechenyelar chiqadi. Pishib sovib olgan pechenyelarni xohishga ko'ra oq shokolad va kokos qirindisi bilan bezatib olamiz. Pechenyelarimiz usti kumir-kumir, og'izda eriydigan bo'lib chiqadi. Ichidagi nejniy kokosli krem bilan prosta ideal. Buni yaqinlaringizga albatta tayyorlab bering.